Shashlikni shashlik qiladigan ham shashlikchi ekanda. Mana bugun ko'zimning oqi qorasi nabirajonlarim Fotimaxon, Zuhroxonlarning tug'ilgan kuni, Shukrona, payg'ambarga ummat bo'lgan kuni. Har yili oilaviy Melodiya restorani, ya'ni taomxonasida tug'ilgan kunlarini bizlar o'tkazardik. Bu yil esa tog' yonbag'rida o'tkazmoqchimiz. Lekin Melodiya shashliklariday mazali, chiroyli pishirmayapmiz. Toshko'mir Melodiyaniki, Six Melodiyaniki, go'shti ko'fta Melodiyaniki, lekin Melodiya shashliklariday bejirim chiqmayapti. Balki Melodiya shashlikchilari yuragidagi bor mehri bilan pishiradimi, qalbidagi bor javohir bilan pishiradimi? Bir sir sinoat borki, Melodiya shashliklarini tanovul qilgan inson Makka tillodan, ya'ni Melodiyaga qaytib keladi. Siringni ayt, siring qaytda. Shunchaki mehrdami? Yoki shashlikni shashlik qiladigan ham shashlikchi ekan deydimi? Ajoyib qalb egasi Melodiya insonlari bor bo'ling, azizlarim.